Super mega chegirmalarimiz davom etmoqda. Bonuslar bilan propan va metanlar ustunovga qilib beramiz. Shoshilib qoladigan joyi Malibu avtomobili, Cobalt avtomobili, bu tomonda yana bitta Cobalt legendarniy Tracker. Hozirgi kunda ko'pchilik so'rayotgan Tracker avtomobiliga metan ustunovga qilib berdik. Ko'pchilik bizga savol berishadi, ya'ni bu avtomobilga metan qo'ysam bo'ladimi? Da, qo'ysangiz bo'ladi. Faqatgina siz tanlovni to'g'ri qilishingiz kerak. Zapchastlarni yaxshisini, garantiyanisini qo'ysiz. Shu holatda bu avtomobil sizga aytganingizni qiladi. Aytaylik 100 ming so'm puli bilan bu avtomobil bemalol 250 dan 300 dan oshiq kilometraj yurib o'tishingiz mumkin. Faqatgina 3 ta 30 talik metan qo'ysangiz, lentalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Hammasini chegirma narxida va ideal holatda ustunovga qilib berganmiz. Bunisiga esa propan ustunovga qilib bermoqdamiz. Tanlovda adashmaymiz. Agarda siz obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta sizga bonuslari bilan ustunovga qilib beramiz. Bu videoni barcha propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'ying. Keling, kafolat oldi jihozga 1 yil, metan balon bo'lsa 15 yil, propan bo'lsa 10 yil beramiz. Tanlovda adashimiz Toshkent viloyati, bu Sirdaryo o'zimizdan, bu tomonda ham Toshkent viloyati, Samarqand, Buxoro barcha viloyatga super mega chegirmamiz amal qilib qoladi. Faqat vaqtlarimiz chegaralangan.